Tirnoqchidagi psixologlar, motivatorlar, coachlarni ham qo'shsak bo'ladi. Aynan mana shu yoshlarimizni ongiga yengil hayot falsafasini singdirishga harakat qilishadi. O'ngga qarang trend, chapga qarang trend. Qani o'zbek farzandini etno psixologik modeli yo'qotib boryapmiz. Bolangizga teginma, yema degan narsangiz borib yedimi, tegindimi yosh bola? Demak, u sog'lom bola. Sog'lom odam hamma degan ishni qiladi, o'zining fikri bo'ladi. Psixologiyani soxta qilayotgan shaxslar bor. Psixologiya nomi ostida foydalanayotganlar bor. O'zini chirkin g'oyalari din orqali jamiyatimizni sindirishga harakat qilishyapti. Men javob beraman degan gapga insonlarimiz aldanib qolyapti. Mana shu e'tiqodni buzayotganlar ustidan choralar ko'rishni boshlashgan. Jang boshlashgan. To'g'ridan to'g'ri jang boshlab, ular bilan oxirigacha kurashish kerak. Ko'p aytganman bu gapni. Bolalarimizni bo'sh vaqtda, dushmanlarimiz ish vaqtiga to'g'ri kelmasin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf iymon kitobida yoziladi. Biz bandalarni nafsiga oid ilmini o'rganish uchun psixologiyaga murojaat qilamiz deydi. Bizning jamiyatimiz diniy e'tiqodga suyangan, urf-odatlarga ega jamiyat. O'zbek jamiyati. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan mana shu soxta mutaxassislarning aksarlari dinni qo'shib gapirishadi. Mana bugun savol berishyapti. Depressiya iymonsiz odamda bo'ladimi deyapti. Depressiya umuman boshqa tushuncha deydi. Iymon umuman diniy e'tiqod tushunchasi. Nimaga ikkalasini bir-biriga qo'shib savol beryapti? Depressiya biz o'lchaymiz. Psixologiya depressiyani o'lchaydi, lekin depressiya bilan tibbiyot mutaxassislari ishlaydi. Siz ular dinni gapirdimi, siz kommentiga sen noto'g'ri gapiryapsan deb yozsangiz, mana bu Xudoga qarshi chiqyapti, mana bu ateist deydi. Mana bu deydi haqiqiy deydi, ahmoq deydi. Mana shu jamiyatimiz a'zolarining ichidan chiqqan ba'zi bir dunyo ikkiga bo'linadi deydi Freud. Nevrotiklar va psixopatlarga deydi. Shu psixopatlarga vijdonsizlik qilib jamiyatimizni aldashyapti. Hattoki ijtimoiy tarmoqdagi mana shu sun'iy intellekt ham e'tiqod bo'lish kerakligiga undayapti. Onam ishdan bo'shadim deysiz. Keyin onangiz, "Voy bolam, nimaga bo'shading? Uylanishing kerak, ro'zg'or bor, krediting bor, u bor, bu bor" deydi. Mendan boshqa hamma qamaldi deydi. Instagram, TikTokdagi maslahatlar ilmiy psixologiyami yoki shunchaki shaxsiy fikr? Ilmiy asoslanmagan, o'zining eplolmagan hayotidan olgan taassurotlar. Agar bizning gaplarimizga qarshilar bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, mana shu yerda ijtimoiy tarmoqda jonli talashamiz. Hurmatli TGP podkast kuzatuvchilari, tafakkur yangiliklarida ko'rishamiz.